Habis qul va nomard yigit bayonida. Mo'mina Id al-Adho arafasida hushiga keldi. Yarim soatgina uxlagan sog'lom odamday qaddini tetik ravishda ko'tardi. Qayerga kelib qolganini bilolmay nest bo'lib o'tiraverdi. Eshikdan kirib kelgan xonadon sohibini ko'rib cho'chigan holatda yuzini ro'moli bilan berkitdi. "Kimsiz?" deb so'rashni istasa-da ovoz chiqarolmadi. Juvonning ahvolini sezgan savdogar bo'lib o'tgan voqealarni qisqa bayon qildi. "Allohim, o'zingga shukrki, o'limdan saqlab qolding. Isnoddan ham asradingmi ekan?" degan o'yga borgan Mo'minaning siniq ko'ngliga malham topilmadi. Dardli ko'zlarini yerga qadadi. Zotan singan piyolaga chega tushgani bilan baribir izi qoladi-ku. Savdogar shundan so'ng bu xonaga qaytib qadam bosmadi. Haftalar o'tib, Mo'mina quvvatga kirdi. Chiroyi ham qaytdi. Kunlardan bir kun ittifoqa hovlidan o'tayotganida boshidagi ro'moli sirg'alib tushib, yuzi ochildi. Bu onda savdogarning ko'zi unga tushdi-yu, mahliyo bo'lib qoldi. Nomahramlik chegarasini tark etib, bu go'zalga nikoh iplari ila bog'lanmoqlikni istadi. Fursatni boy bermay unga sovchi qo'ydi. "Saxovatli zotning marhamatlaridan g'oyat minnatdorman", dedi Mo'mina sovchiga. "Ammo talablarini bajo keltira olmayman. Sababini o'zlariga bayon etgum." Savdogar bu javobdan ajablanib xonaga yaqinlashdi. Mo'mina parda ortida turib, "Mening boshim ochiq emas, erim bor", deb gap boshlab, ahvolini qisqacha bayon etdi. Savdogar juvonni chindan sevib qolgan edi. Unga yetisha olmasligini anglab afsus chekdi. Lekin juvonning sadoqati-yu iffatiga tasonni aytib, "Singlim yo'q edi. Alloh menga iboli singil ato etibdi-ku. O'zingga shukrlar bo'lsin. To ering safardan qaytgunicha bu uyni o'z uying deb bilgaysan. Senga hech bir kimsa aziyat yetkazmas", dedi. Mo'mina uni duo qildi. Savdogar "senga hech kimsa aziyat yetkazmas" degani bilan Mo'minaning boshiga yog'iladigan tuhmat toshlari hali tugamagan edi. Juvon yaxshilikka yetkazgan Allohga shukrlar qilib, xushnud kunlarni o'tkazar ekan, hali sinovlar nihoyasiga yetmaganini tasavvur ham qila olmas edi. Mo'mina toshlar orasida chalajon holda yotganida xo'jasiga "Bu juvonni jazoga besabab tortmaganlar. Unga yordam bermog'ingiz durust emasdir", degan qul ham unga oshiq bo'lib qolgan edi. Xo'jasi nikohlash fikridan qaytgan bo'lsa-da, badkirdorlik va behayolikni o'ziga fan qilib olgan qul go'zalga yetishmoq qasdidan tiyilmagan edi. Xo'jasining 3 kunlik safarga ketganidan foydalanib, tunda o'g'ri mushuk kabi sirg'alib xobgohga kirdi. Mo'mina sergak yotar edi. Sapchib turib ketdi. Qorong'ida qulning ko'zlari yondi. Hirs zo'rligi tufayli hansiray boshlagan qul muddaosiga yetajagiga ishongan edi. "Yaqinlashmangiz, Xudodan qo'rqingiz", dedi Mo'mina. "Sen endi menikisan. Seni bundan o'g'irlab qochajakman. Uzoqlarga ketib baxtli bo'lajakmiz", dedi qul unga qo'l uzatib. Lekin kaftiga xanjar uchi sanchilib, voh degancha tortib oldi. "Men nomussizlikdan ko'ra o'limni afzal bilurman", dedi Mo'mina g'azab bilan. "Hoziroq chiqib ketmas ekansiz, baxtingizni uzoqlardan topish o'rniga bunda o'z o'limingizni topajaksiz." Juvonning ovozi qat'iy va tahdidli edi. Qul tisraldi, biroq chiqib ketishga shoshilmadi. "Sen qo'rqma, hech kim bilmaydi. Hamma eshiklarni berkitganman. Siz iymon eshigingizni berkitibsiz. Men esam nomus va hayo eshiklarini berkitmaganman. Hoziroq chiqingiz. Agar hojatimni ravo qilmas ekansan, sendan o'ch olurman. Shunday o'ch olurmanki, qatl maydonidagi toshbo'ronda o'lib ketmaganingga ming pushaymon yeysan." Mo'mina ovozini balandlatib tahdid qilgach, qul qasos olajagini yana bir aytdi-yu, g'azab otiga minib chiqib ketdi. Qasos vaqtini hayallatmadi. Savdogarning Xudodan so'rab olgan o'g'li bor edi. Hali yoshiga yetmagan shirintoyni u yer ko'kka ishonmas edi. Qul shu bolaning boshini uzdi.
Mo'mina tongda tahoratga chiqqan vaqtda ichkariga kirdi-da, juvonning to'shak ustida qolgan choponiga qon surtib, qonli pichoqni uning yostig'i ostiga yashirib qo'ydi. Safardan qaytgan savdogarni mash'um xabar bilan qarshiladilar. Qul Hojazodaning o'limidan g'oyat kuyganligini ko'rsatish uchun o'zini urib yig'ladi. Yig'i orasida Mo'minadan gumoni borligini bildirdi. Qon tekkan chopon bilan yostiq ostidagi pichoqni ko'rgan savdogarga boshqa dalilning keragi yo'q edi. Vahshat girdobiga tushib, juvonni ura ketdi. Mo'minaning o'lishini istagan qul unga qo'shildi. Mo'mina yana tuhmat to'riga tushganini fahmladi. Uruvchilarga yalinib, omonlik tilamadi. Ularning changalidan jon holatda sug'urilib chiqdi-da, qo'llarini baland ko'targanicha Allohga munojot qildi. Ya Alloh, qotil emasligim o'zingga ayon. O'zing xalos et. O'zing hamma narsani bilguvchisan. Dodimga yet. Bu marhamatli zot menga yaxshilik qilib savob topgan edi. Tuhmat gapga uchib, gunohga qolishidan uni o'zing asra, yo Robbim. Bu munojot qabul bo'ldi. Alloh savdogarni g'azab to'ridan chiqardi. Yuragidagi mehr o'tini yoqdi. Savdogar boshini changallab o'tirib qoldi. So'ng qulni chiqarib yuborib dedi: Ey Mo'mina, saxovatimni unutmaganing holda ne uchun mening zurriyotimga qasd qilding? Mo'mina men o'ldirganim yo'q deb qasam ichgach, qul voqeasini aytib berdi. Savdogar juvonning rost gapirayotganiga ishondi. Uning qo'liga 400 dirham tutqazdi-da, uyimni tezroq tark etgin. Men sendan gumon qilmaganim bilan bolaning onasini ishontirib bo'lmas. Hoziroq qochmas ekansan, so'ng uning qahridan qochib qutulmog'ing imkonsizdir dedi. Mening qochmog'im qotilligimga bir isbotdir. Alal oqibat yangamni haqiqatga ishontirmoq mumkin bo'lmay qolur. Janoza kunlari o'tgach, haqiqat o'z o'rnini topir. Gunohkor mendan berkinsa-da, Allohning qahridan qochib qutula olmas. Bu gapdan so'ng Mo'mina savdogarni duo qila uyini tark etdi. Shahardan chiqib bir qishloqqa yetganida to'planib turgan odamlarni ko'rib, o'sha tomon yurdi. Olomonga yaqinlashgach, maydonga tikilgan dor ostida cho'k tushib o'tirgan yigitni ko'rdi. Yana bir necha daqiqadan so'ng yigit boshiga sirtmoq ilinishini anglab, chetda turgan ayoldan gunohkorning aybini so'radi. Shahrimiz amirining bir odati bor, dedi ayol. Kimda kim xiroj to'lamas ekan, ayab o'tirmay dorga ostiradi. Ko'rib turganingiz yigit ham xiroj to'lamabdi ekan. Hozir uni dorga osachaklar. Bu yigitning o'lim topishi bir baxtsizlik. Vaholanki bechora bemor onasining himoyasiz qoluvi undan-da battar baxti qarolikdir. Xiroj to'lansa omon qolarmlar, deb so'radi Mo'mina. Haq rost, dedi ayol. Shunday saxovat egasini bir muddat kutarlar. Kim 400 dirham berar ekan, yigitning joni omon qolur. Bu gapni eshitib, Mo'minada bir bechora jonni qutqarib qolish istagi tug'ildi. Mening 400 dirhamim bor, deb o'yladi u. Savob uchun bu yigitning qarzini berib, uni o'limdan xalos qilayin. Mening rizqimni Allohning o'zi yetkazadi. Ayol rost gapirgan edi. Oltin evaziga yigitning joni qutqarib qolindi. Yigit xaloskori kim ekanligini bilgach, Mo'minaga yaqinlashib minnatdorlik bildirdi-da, dedi: Bu himmatingiz evaziga bir umr qulingiz bo'lib, xizmatingizni qilishga tayyorman. Men qul xizmatiga muhtoj emasman, dedi Mo'mina. Onangiz xasta emishlar, chiroyli xizmatingiz ila rozi qilar bo'lsangiz kifoyadir. Zotan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam demishlarki, jannat onalar oyog'in ostidadir. Hamonki onamning xastaliklaridan xabardor ekansiz, bir ziyoratingiz ila quvontirsangiz, behad sarafroz etgan bo'lur edingiz. Mo'mina bemor ko'nglini xushnud qilishi mumkin bo'lgan ziyorati evaziga erishajak savobi uchun bu taklifga ko'ndi. O'g'lidan ayrilganiga ishongan ayol o'z hayotining shami hademay o'chajagiga amin bo'lib, dunyodan umidini uzib, hushsiz yotgan edi. Qulog'iga farzandining ovozi eshitilgach, Alloh
jonimni oson oldi. Boqiy dunyoga ko'chdim. Unda o'g'lim bilan topishgayman deb o'yladi. Onajonim, jonim onam degan so'zlar qayta-qayta takrorlandi. Betlarini o'g'lining qadoqli, dag'al qo'li siladi. Yuziga uning issiq nafasi urilib, seskandi-yu, ko'zlarini ochdi. Ko'rayotgani tush emasligiga darrov ishona qolmadi. O'g'il bo'lib o'tgan voqeani qisqa tarzda bayon etgach, ona yaratganga shukronalar aytdi. Qaddini ko'tardi. Qulochini yoyib, xuddi o'z qizini quchoqlaganday xaloskorni bag'riga bosdi. Mo'mina ham o'z onasini yurak taftini his qilganday bo'ldi. Aziz mehmonning hurmati uchun tuya so'ysak ham kamlik qilar. Ne afsuskim, imkon cho'ntaklari tor. Ammo mehr bag'rimiz keng, dedi bemor ayol. Yigit olovga qumg'onni qo'yib uyga qaytganda, Mo'mina ro'molni yechib o'tirgan edi. Yigitga go'yo uyida quyosh porlayotganday tuyuldi. Juvonning chiroyini ko'rdi-yu, hushidan ayrildi. Yaqindagina jon talvasasida bo'lgan yurak endi ishq o'tida kuya boshladi. Yaqindagina yo Robbim, zolimlar qo'lidan o'lishdan asra deb fig'on qilgan ko'ngilga endi shu go'zalga yetishtir degan iltijo egalik qildi. Mo'mina uning qarashidagi o'zgarishni sezdi. Manzili yiroq ekanligini bahona qilib, ketishga ijozat so'radi. Bemor, bir kecha, ming kecha emas. Siz xonadonimizdagi baxt chirog'ini yoqdingiz. Men bilan bir kecha qolib, bu chiroqni yanada nurafshon qilib keting deb yalingach, uni incitishni istamay noiloj ko'ndi. Yigitning qarashlarida, harakatlarida bir shumlik sezgan Mo'mina uxlamadi. Vujudi ishq emas, hirs o'tida kuyayotgan yigit ham mijja qoqmadi. Mo'mina bemor yonida yotgani sababli ichkari kirmoqqa jur'at etolmadi. Payt poyladi. Bu shaharda tahajjud namoziga chorlab, yarim kechada azon chaqirish odati bor edi. Yigitning poylab o'tirganligini xayoliga ham keltirmagan Mo'mina tashqariga chiqib, unga ro'para bo'ldi-yu, qo'rquv hamlasidan hushidan ketayozdi. Bundan foydalangan yigit chayqalib ketgan juvonning belidan ushlaganicha arzihol qila ketdi. Mo'mina uning quchog'idan yulqinib chiqishga erishdi. Ortiga qaytmoqchi edi, yigit yo'lini to'sdi. Visol talab qildi. Mo'mina iymon va nomusdan so'z ochsa ham tiyilmadi. Shunda Mo'mina bir hiyla ishlatishga majbur bo'ldi. Yigit yana visol talab etganida qahrli emas, nozli ohangda biroz sabr qilishini so'rab, tungi ibodatimizni qilib olaylik dedi. Hamonki gunohdan qaytmas ekanmiz, ikkovimiz ham tungi ibodatimizni qilib, Robbimizdan rahm qilmog'ini so'raylik, toki bu ishimiz uchun bizlarni do'zax o'tida kuydirmasin. Yigit noiloj ko'ndi. U tahorat olayotganida Mo'mina sharpasiz yurib, hovlidan chiqdi. Yaqin atrofdan oqib o'tuvchi daryo sohilida bandargoh borligini eshitgan edi. Yulduzlarga qarab, yo'lni chamalab yuraverdi. Aldanib, g'azab olovida kuyayotgan yigit esa uning izidan tushdi. Tong otarda Mo'mina bandargohni topib bordi. Kema ahli endigina uyqudan uyg'ona boshlagan edi. Juvon darg'ani chaqirib, ahvolini bayon etishga ulgurmay, yigit yetib keldi-yu, uni haqoratlay boshladi. Bu ham kamlik qilgandek ura ketdi. Darg'a juvonni kaltaklar zarbidan himoya qilib, yigitdan bu jazoning sababini so'radi. Bu mening kanizagimdir, dedi yigit. Pullarimni o'g'irlab qochib ketayotgan edi. Izidan yetib kelib, sizning guvohligingizda tutdim. Mo'mina kaltaklanayotganida boshidagi ro'moli sirg'alib tushib, yuzi ochilib qoldi. Kema darg'asining ko'zi unga tushdi-yu, bir nafasdayoq oshiq bo'lib qoldi. Yigitning bilagidan tutib, kanizagingni menga sot deb turib oldi. Mo'minaning men kanizak emasman degan faryodiga quloq ham solmadi. Yigit tortisha astoydil savdolashgach, Mo'minani 10 ming dirhamga sotib, uyiga quvongan holda qaytib ketdi. Kema darg'asi shu onning o'zida Mo'minadan visol talab qildi. Men ozod ayolman, mening erim bor, Xudodan qo'rqingiz, dedi Mo'mina tisirilib. Darg'a uning bilagidan mahkam ushladi. Sen cho'risan,
Men esam hojangman. Ko'z oldingda tilla tangalarni sanab berdim-ku. Yana ne dersan? Nima istasam shuni qilgum. Sotib olgan bo'lsangiz ham ittani kutmaysizmi? Qutulish chorasini izlayotgan mazlumaning tiliga bundan o'zga so'z kelmadi. Niyatiga yetish qasdida titray boshlagan Darg'a esa eshitishni ham istamadi. Itta kutishga toqatim yo'q. Darg'a boshqa gapga o'rin yo'q deb juvonning sochiga chang solib sudradi. Mo'mina jon achchig'ida emas, ruh azobida nola chekdi. Kemadagilar nolani eshitib u tomon qaradilar. Rahm qildilar. Darg'a changalidan qutqarib oldilar. Lekin Mo'minaning husni jamoli ularning ham hushini oldi. Har birlarida visol istagi tug'ildi. Uning bilan birga bo'lishni qasd qildilar. Shayton chalayotgan nog'ora ohangida barchalari birday nest bo'lib, so'ng esa birday iblis raqsiga tusha boshladilar. Visolga avvalroq erishish istagi har birida ustun kelib, janjal boshlandi. Mo'mina esa qo'llarini boshi uzra ko'tarib, Allohga munojot qildi. Yaratgan Xoliq nomusli bandasini xorlik balchig'iga tashlab qo'yarmidi? Bandaning nolasi eshitildi. Osmonda bir chaqin chaqdi-yu, kemadagilarning barchasi yashin olovida kuydi. So'ng shamol esib, kemani surib ketdi. Kechga borib, daryo oqimi kemani quyi bandargoh tomon burdi. Mo'mina erkaklar libosini kiyib kemadan tushdi-da, shahar amiri qarorgohiga yo'l oldi. O'zini savdogarning o'g'li deb tanishtirgach, muddaosini bayon qildi. Ulug' amir, kema ham, undagi mol-mulk ham sizniki. Yo'lda kelar ekanmiz, bir xastalik ila otam ham, xizmatchilar ham vafot topdilar. Alloh meni ibodat uchun omon saqladi. Bundan buyon ota kasbini qilmasman. Bilaks uzlatga chekinib, tunu kun ibodat bilan mashg'ul bo'lmoqni Alloh ko'nglimga soldi. Amr eting, daryoning kimsasiz sohilida menga bir hujra bino etsinlar, toki unda sizning va ra'yatingizning haqqiga duoda bo'layin. Bu chiroyli yigitning niyati Amirga ma'qul kelib, istagi bajarildi. Daryo bo'yidagi hujrada bir zohid makon tutib, bandalar haqqiga duo qilayotganlar haqidagi xabar tez kunda yon atrofga tarqaldi. Muhtojlar kelishib, Mo'minadan duo so'radilar. Zohidning duosi ijobat bo'lib, tilagiga yetganlar ko'paydi. Zohidning shuhrati taralib, qo'shni shaharlarga qadar yetib bordi. Daryo bo'yidagi hujrada yashayotgan Zohid duo talablar bilan ko'risha tursin. Uning eridan xabar topaylik.